Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda Eron va AQSh o'rtasidagi 40 yillik ziddiyat tarixi hamda sabablariga to'xtalamiz. 2019-yilning 13-iyun kuni Fors ko'rfazidagi Ormuz bug'osida Yaponiyaga tegishli neft tashuvchi kemaga hujum uyushtirildi. AQSh prezidenti Donald Tramp hujumda Eronni aybladi. 20-iyun kuni esa Eron davlat televideniyasi AQShga tegishli uchuvchisiz qurilmani o'z hududida Eron harbiylari tomonidan urib tushirilganini e'lon qildi. O'z navbatida AQSh ham o'ziga tegishli dron Eron hududida urib tushirilganini tan oldi va harbiylarini mintaqaga yaqin yerga joylashtirdi. Shu kuni kechga yaqin Donald Tramp Eronga qarshi harbiy hujum boshlash haqida buyruq berdi. Ammo uchoqlar yerdan ko'tarilishi bilan qarorni bekor qildi. Mintaqada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yana bir urushning oldi olindi. Xo'sh, AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlar ildizi qayerga borib taqaladi? Hammasi qachondan boshlangan? Ushbu videoda mazkur savollarga javob berishga harakat qilamiz. Eron va AQSh o'rtasidagi aloqalar 19-asr oxirida Eron shohi Nasriddin Shoh Qojar AQShga birinchi elchisini yuborgan vaqtda o'rnatilgan. O'shandan buyon oradagi aloqalar bir necha bor o'zgargan. Ikkinchi jahon urushigacha AQShning Eronga qiziqishi uncha muhim bo'lmagan. Urushgacha ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar ancha iliq bo'lgan. Eron konstitutsiyaviy kuchlari AQShga Buyuk Britaniya va Rossiyaga qarshi kurashdagi uchinchi kuch sifatida qarab kelgan. 20-asrning 50-yillarida AQSh Shoh Muhammad Rizo Pahlaviyga Erondagi musaddiq hukumatini ag'darib tashlashda ko'mak berdi. Shoh hukmronligi davrida AQSh uning asosiy tayanchi bo'lib keldi. 1979-yilgi Eron inqilobi o'rtadagi munosabatlarni parchalab tashladi. Eronda mutlaq hukmronlikni qo'lga olgan Oyatulloh Xumayniy AQShni katta shayton deb e'lon qildi. Bu ibora bugungacha xalqaro diplomatiyada AQSh, Isroil va ularning ittifoqchilariga nisbatan Eron tomonidan ishlatiladigan termin sifatida qo'llaniladi. O'sha paytdagi prezident Karter Shoh Muhammad Rizo Pahlaviyni qo'llab-quvvatlamasligini ma'lum qildi. Ammo saraton kasalligiga chalingan shoh Karterdan AQShda davolanish uchun izn so'radi va Amerikadan boshpana topdi. 1979-yil 4-noyabr kuni Eron Islom Respublikasi e'lon qilingan kundan 7 oy o'tganidan keyin eronlik talabalar Tehrondagi AQSh elchixonasiga hujum uyushtirib, u yerdagi 52 xodimni garovga oldi. Talabalar shohni ekstraditsiya qilish talabini ilgari surdi. Garov 444 kun davom etdi. 1980-yil 7-aprel kuni AQSh Eron bilan barcha aloqalar uzilganini e'lon qildi va unga nisbatan savdo embargosini joriy etdi. 1988-yil 3-iyul kuni AQSh harbiy kemalari go'yoki xatolik tufayli Iran Airga tegishli yo'lovchi o'chog'ini urib tushirdi. Oqibatda 290 kishi, jumladan 66 bola halok bo'ldi. 1996-yil 22-fevralga kelibgina AQSh halok bo'lganlar uchun $61,8 million tovon pulini to'lashga rozi bo'ldi. Ammo uchoq uchun berilishi lozim bo'lgan $30 million haligacha to'langani yo'q. Yadroviy qurol ishlab chiqarish aybi bilan 1995-yil 30-aprel kuni AQSh prezidenti Bill Clinton Eronga qarshi yalpi iqtisodiy embargo e'lon qildi. Bunga qo'shimcha ravishda 1996-yilda Eronga neft va gaz sohasida investitsiya kiritgan tashkilotlarga nisbatan sanksiyalar joriy qilindi. 2002-yil 29-yanvar kuni prezident Jorj Bush Eronni terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi yovuzlik o'qi bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi. 2005-yilda saylangan konservator prezident Mahmud Ahmadinajod Eronni uranni boyitishni qayta yo'l 2005-yilda saylangan konservator prezident Mahmud Ahmadinajod Eronda uranni boyitishni qayta yo'lga qo'ydi. Ahmadinajod prezidentligi davrida ham ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar ziddiyatliligicha qoldi.
2009-yil 20-mart kuni Barak Obama Eron xalqi va rahbariyatiga to'g'ridan-to'g'ri gaplashishni taklif qildi. Ammo iyun oyidagi namoyishlar kuch bilan bostirilganligini tanqid qilib, Ahmadinajod qayta saylanishi jiddiy muammolarga olib kelishini eslatdi. 2013-yil 15-iyun kuni AQSh Eronning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy bilan muzokaralar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. 26-sentyabr kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Nyu-Yorkda eronlik hamkasbi Muhammad Javod Zarif bilan yuzma-yuz ko'rishdi. Ertasi kuni esa 1979-yildan buyon ilk marotaba ikki davlat rahbari telefon orqali muloqot qildi. Munosabatlar yaxshi tomonga o'zgara boshladi. 2015-yil 14-iyul kuni Tehron va katta kuchlar o'rtasida Eron yadroviy dasturi borasida 12 yillik nizolarga yakun yasagan tarixiy kelishuv imzolandi. Kelishuvga muvofiq Eron atom quroliga ega bo'lish niyatidan voz kechadi. Buning evaziga unga nisbatan qo'yilgan sanksiyalar izchillik bilan bekor qilinadi. Biroq 2016-yil dekabr oyi boshida Kongress Eronga qarshi sanksiyalarni yana 10 yilga uzaytirish haqida qaror qabul qildi. Obama qonunni imzolamagan bo'lsa-da, unga qarshilik ham qilmadi. AQSh Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq sanksiyalarni to'xtatib qo'ydi. Biroq Tehron tomonidan inson huquqlarining poymol qilinishi, terrorizmni qo'llab-quvvatlash va ballistik raketalar bilan bog'liq dastur uchun sanksiyalarni saqlab qoldi. AQShda bo'lib o'tgan prezident saylovidagi g'alabasidan so'ng hokimiyatga kelgan Donald Tramp qasamyod qabul qilganidan bir hafta o'tib 2017-yil 27-yanvar kuni Eron dohil 7 musulmon mamlakat fuqarolari uchun viza berishni taqiqlovchi qaror qabul qildi. Xalqaro hamjamiyat qarshiligiga qaramasdan 2018-yil 8-may kuni Tramp AQShning 2015-yilda imzolangan Eron yadroviy dasturiga doir shartnomadan chiqqanini e'lon qildi va Tehron rejimiga qarshi sanksiya kiritilishini ma'lum qildi. Obama davrida imzolangan ushbu kelishuvni halokatli deb atagan Tramp saylov oldi bayonotlarida undan chiqishga va'da bergan edi. O'z navbatida kelishuvni imzolagan Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya singari AQShga ittifoqdosh davlatlar kelishuvdan chiqmasligini va uning doirasida ishlashda davom etishini ma'lum qildi. Bugungi kunda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarning yaxshilanishiga to'siq bo'lib turgan bir qancha sabablar bor. Jumladan, amerikaliklar Eron siyosatidagi 5 jihatni qabul qilib bo'lmas deya baholaydi. Birinchidan, yadroviy va ommaviy qirg'in qurollarini ishlab chiqarishga urinish. Ikkinchidan, Eron xalqaro terrorizmni qo'llab-quvvatlashi bilan bog'liq taxminlar. Uchinchidan, Yaqin Sharqdagi tinchlik jarayoniga tahdid soluvchi muxoliflarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq taxminlar. To'rtinchidan, qo'shnilariga nisbatan tahdid va qo'pol xatti-harakatlar qilish. Beshinchidan, inson huquqlarining hurmat qilinmasligi. Eron ham munosabatlarga rahna soluvchi bir qator to'siqlar bor deb hisoblaydi. Ular quyidagilar: demokratik yo'l bilan saylangan Muhammad Musoddiq hukumatini ag'darib, quvg'indagi shoh rejimini qayta tiklagan Ajax operatsiyasi, Eronning 1979-yilda muzlatilgan va qaytarib berilmagan 10 milliard dollarga yaqin aktivlari, Eronga qarshi bo'lgan terroristik tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash. Eron Iroq urushida Amerika shirkatlari kimyoviy qurollarni ishlab chiqarishda va tarqatishda faol qatnashgani. Eron yo'lovchi o'chog'ining AQSh harbiylari tomonidan urib tushirilishi. 2003-yildan buyon Amerika dronlarining Eron havo hududida noqonuniy uchib yurishi. Ko'rib turganingizdek, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar vaqti bilan o'zgarib turgan. Hatto ba'zi tahlilchilarga ko'ra, Eron AQSh uchun oqsoqollar hukumati bo'lmish Saudiyadan ko'ra ishonchliroq hamkor bo'lishi mumkin. 2020-yilga kelib, Eron va AQSh ziddiyatlari yanada kuchaydi. 2020-yil 3-yanvar kuni AQSh Bag'dod aeroportiga 2020-yilga kelib, Eron va AQSh ziddiyatlari yanada kuchaydi. 2020-yil 3-yanvar kuni AQSh Bag'dod aeroportiga avia zarba berib, eronlik nufuzli generalni yo'q qildi.
Pentagon Bag'dod xalqaro aeroporti yaqinidagi marraga aviazarba berganini tasdiqladi. Zarba nishoni Eron Islom inqilobiy muhofizlari korpusining Al-Qudus maxsus bo'linmasi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniy bo'lgan. Hujum oqibatida u halok bo'lgan. Zarba AQSh prezidenti Donald Tramp farmoyishiga asosan berilgan. Rasmiy Washington bu tashkilotni terrorchilik tashkiloti deb hisoblaydi. AQSh Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, Qosim Sulaymoniy mintaqada, xususan Iroqda bo'lib turgan amerikalik diplomatlar va harbiylarga hujum qilishni rejalashtirgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, general va uning maxsus bo'linmalari yuzlab amerikalik harbiylarning o'limi uchun javobgardir.